Ko'p stomatologlar bilmaydigan va men o'zimni sirli tish oqartiruvchi retseptim bilan bo'lishaman. Bu retsept hammani uy sharoitida bor narsa bilan qilinadi. Usmon degan patsientimiz shu retseptni sizlarga ko'rsatib beradi. Bizga kerak bo'ladi ozgina banan. Bananni yaxshilab maydalab olamiz. Keyin chayni sodaga limonni yaxshilab siqamiz. Uni ham qorishma qilib aralashtirib olamiz va ozginagina yana zubnoy pasta qo'shib olamiz. Bu qorishmani tish zubnoy shotkasiga qo'yib turib, faqatgina to'g'ri направленияda tishlarimizni 1-2 minut mobaynida yaxshilab yuvamiz. Keyin og'iz bo'shlig'imizni iliq suvda yaxshilab yana chayqab yuvib tashlab, rezultatni tomosha qilishingiz mumkin. Sizda qanaqa rezultat bo'ldi? Buni izohlarda qoldirib keting. Lekin bu qorishmani har kuni qilish mumkin emas. Bu qorishma eng kerakli paytlarda tishlaringiz sarg'ayib ketgan paytda uy sharoitida qilishingiz mumkin. Lekin baribir stomatolog ko'rigiga kelib maslahat olib turishingiz kerak. Bu videoni tishni oqartirishni bilmay yurgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.